Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bugun bizda yana bitta Onyx avtomobili tashrif buyurishlariga sabab mana ko'rib turganingizdek propan gaz ballonlari bilan jihozlangan. Mashinamiz 9000 km masofani bosib o'tgan. Hop, mashinada siltash alomatlari kuzatilgan, chek yoni bo'shgan, bu degani propusк воспламенение yonmaslik ishi bo'lgan. Ko'proq birinchi silindrda bo'lgan, switchlarni chiqarib, switchlarning holatini ko'ryaptik. Birinchi silindrdan tashqari. Hop, kimda propan установка qilingan bo'lsa, siltab qo'yilgan bo'lsa, mana shu injektorlar mana shu yerda mana shtutsirlar turadi. Shtutsirlar shlangalarga ulanadi. Shtutsirlarni yechib, orqasini ko'rishingni tavsiya qilamiz. Chunki orqasi shunaqangi musor bo'lib ketadi. To'lib qoladi ichlari, propan yaxshi o'tmaydi, siltash bo'ladi, пропуски воспламенение bo'ladi. Biz buni tozalab, qaytarib joyiga qo'yib, gazlarni chiroyli akkuratni regulirovkalarini qilib beramiz do'stlar. Kimga shunaqangi xizmatga kerak bo'lsa, aloqa chiqishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlar, do'stlarga berib, like va kommentlar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar.